Assalomu alaykum yoshlar. Sizlarga ajoyib maskanga aylanib kelayotgan, o shahrining eng so'lim joylari bo'lib sanalayotgan O'nadirdamiz. Po'shadan o'tib suv omboriga yetganingizda, burilganingizda suv omboridan 6-ko'cha. Mahallamiz boshida garaj bor. Mana shu joyda sizlarga ajoyib bo'lgan, chiroyli bitta uyni ko'rsatamiz. Qani marhamat. Assalomu alaykum azizlarim. Tayyor bitkizilgan kirib yashaydigan zo'r xonadonimizning ichki qismlari bilan men o'zim Abdulloh sizlarni tanishtirib chiqaman. Fuck cops, let them get the buckshot. Dollar bill, I'ma show you where the buck stop. Hit them with the kung pao, I be going nuts now. Used to get the rum rap, shorties won't fuck now. Baby, I'm back again. Ain't nobody iller. Beating on my chest like a fucking gorilla. Grew up on a Tribe Called Quest and Jay Dilla, but the Mac taught me how to swing donuts. Still, I'm just a product of... Azizlar, ko'rdinglar uyimizni. Juda ham bir faizli, shinam uy. Koridorini qaranglar azizlar. Eniga ham katta, uzunligi ham katta. 3 sotik bo'lyapti azizlar, 5 xona plus kuxnalari bilan ekan, juda ham kiribli bir yasha oladigan, remontlari ham yaxshi holatda ekan, juda ham arzon qo'ydik, zudlik bilan variant yo'llari ham bor, videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turamiz. Mana shu Adirdan arzon uy ustidagi aka-ukalarimga jo'natib qo'yishingizdan chiqmasin, ketdik, davom etamiz. Azizlar, birinchi bolajonlarda detskiy komnatasini sizlarni tanishtirib boshlaymiz. Qaranglar, juda ham remontlari yaxshi, yop yorug' ekan, qaranglar. Ko'cha tomonda aynagi bor. Mashalloh, kiribli bir maza qilib yasha oladigan, yozgi kunda muzdek, qishki kunda issiq degandek keyingi xonalarimizni tanishamiz. Bolajonlarimiz o'zini xotirjam his qilish uchun ota-onalari juda ham yaxshi qilibdi. Bu ikkinchi detskiy xonamiz bo'lyapti azizlar. Qaranglar, juda ham yaxshi. Qaranglar, bolalari ko'p oila kelib, hamma videoda yosh oilalar derdim. Buni ustida bolalari ko'p oilalar kelib yashab qolinglar. Boyagi pechkamiz qaranglar, juda ham yaxshi usta qilgan deyapti akamiz. Zo'r istadi ekan, qish kelyapti. Azizlar, detskiy spalni bilan sizlar bilan tanishib chiqdik. Detskiy spalnida bolajonlarda ota-onasini chiroyli spalnisini bilan tanishib chiqamiz. Kelinglar azizlar. Mashalloh, qaranglar mana. Uy bo'lsa shu bo'ladi-da. Oxirgi remontlarda azizlar, mana pechkasini berib qo'ygan ekan. Pechkani bitta yoqib qo'ysiz, ikkita xonani isitib bera oladi ekan. Juda ham yaxshi bir только для себя qilgan ekan, hozirgi kunda sotish kerak bo'lib qolibdi. Unaqa achi bo'lib, achi emas, zo'r lokatsiya azizlar, puli ham zo'r. Mashalloh, qaranglar, uyning ichida ham grantlar, juda ham udobstvasi zo'r bo'lgan ekan. Tashqarida ham suvdan, svetdan muammo yo'q ekan, yaqinda gazlar ham kelyapti ekan. Bu kuxnyamiz qaranglar, hamma sharoitlari bor. Bu 5-xonamiz deb hisobladik azizlar. Sizlarga 3 sotik 5 xonadan iborat deganimiz 4 ta xona plus kuxnyasi bilan bo'lyapti, qaranglar. Bu 4-xonamiz, sizlar bilan 3 ta xonamizni tanishib chiqdik. Mana qaranglar, bu ham bitta chiroyliqini men mehmonxona deb qo'ydim. Nimaga deganda, abo'ylari ham приятный ekan, juda ham chiroyli. To'ylarda qudalar kelib, holvetalab o'tiradigan uy ekan. Mashalloh, qaranglar. Uy bo'lsa shunaqa bo'ladi-da azizlar. Bitta qoldi narxini aytaman, ko'p kutirmayman. Azizlar, 4 ta xonamiz bilan tanishib chiqdik. 5-sini xona emas bu. Eng hammaga kerakli azizlar. Hamma oilaga kerakli sanuzul bo'lib qoldi. Bu yerda qaranglar, juda ham oppoq, chiroyli, har xil hid-xushi yo'q, dom qilib qilingan ekan. Azizlar, kelib yasha olasizlar. Yangi oilalar bo'lsa maza qilib yashaydik. Yaxshilar, bu barcha sharoitlarga mavjud bo'lgan hovlimizning ichki va tashqi qismlarini sizlar bilan tanishtirib chiqdik. Albatta, hatto kamchiliklarimiz bo'lishi mumkin. Bu yerda aytilmagan suv bochkalarimiz ham qolib ketdi. Xullas, yashashdan muammo bo'lmaydi. Eng shirin joyi bu uyimizning narxi. Narxlari $65,000 deyilyapti va albatta kami bor. Kelib yaxshi gaplashsanglar, variant yo'llari ham bor. Aka, men telefon nomerlarini ayta olaymi? Aytaymi? Ayting. 0500 desam 0500 emas, 0995 bilan 160707. Qaytaraman, 0995 160707. Ko'proq akamizga WhatsAppdan qilasizlar, WhatsAppdan yozasizlar. Variantlarni aytsa aka. Albatta, variantlar bilan juda ham zo'r ekan. Ayta olaymi, qiziqtirgan bo'ladi. 15,000 $20,000 berasizlar ekan azizlar. Qolganini aprel mayida bersanglar ham bo'laveradi ekan. Juda ham zo'r variant, bundan taqasi bo'lmagan. Azizlar, sizlarga adreslarni yana ham to'liqroq qilib aytib o'tib ketay. Qirg'iziston O'sh shahri, O'nadir, hammalar bilasizlar. O'nadirga ko'pchilik bir 90%imiz achilardan chek yerlar qilib oldik. Shu achilarga yetmasdan pochtadan to'g'ri kela olasizlar. Suv ombori bor. Suv omboridan burilganinglarda ko'chalarni sanab kela olasizlar. 1 2 3 4 5 6-ko'chani o'rtarog'ida, oxirida emas azizlar. Shu 3 sotik 5 xonadan iborat juda ham bir shinam uyimiz bugungi kunda sotuvda azizlar. Uy yoqqan bo'lsa azizlar, uy ustida yurgan aka-ukalarimga jo'natib qo'yinglar. 65,000 yana zo'r kami bor deyapti.